BMTning qochqinlar ishi bo'yicha yangi oliy komissari birinchi marta Iordaniyadagi Zatari qochqinlar lageriga keldi. U o'z ma'lumotida muhojirlar oqimi Yevropa uchun katta muammo yaratganini aytib, shu bilan birga tanqislikni ijobiy ko'rib chiqishga chaqirdi. Azırkı kırdal el aralık qo'mchilikdan Siriyadagi so'g'ishga ko'ngil burusuna turtki bo'luvda. Migratsiyani qisqartirish uchun birinchilardan bo'lib жатқан chir-chataqlarni to'xtatishimiz kerak. Ani joyi uchun bizga ko'p xarajat kerak. Shu bilan birga komissar mart oyida Jenevada Suriyadagi holat bo'yicha yig'ilish tashkil etilishini aytdi. Unda xalqaro tashkilotlar orasida Suriyadagi qochqinlarni joylashtirish uchun hamda oilalarni topish bo'yicha muhokama bo'lishi rejalashtirilmoqda. Shunga qo'shimcha komissar Zataridagi qochqinlarning yashash sharoiti bilan ham tanishib chiqdi. Yani والله الأمور تمام بس في Bari жақшылығы, бирок тамағаш biraz жетіспейді. Бізге айына 160 dinardan беріп тұрышат. Ал барын әлі жете бербейді. Айдың аяғында нан табу үшін иштөөгө туура келет. Ba'zilari lagerda yashash juda ham og'ir ekanini ta'kidlashdi. Men mында kızım menen жашаймын. Жолдошум жок. Бизге эч нерсе беришпейт. Жада калса жылууну үчүн да. Iordaniya rasmiy ma'lumotiga ko'ra 100 mingga yaqin suriyalik qochqinlar istiqomat qiladi. Ularning 85 ming nafari Zatarida yashashadi. 2011-yili boshlangan qurolli to'qnashuvlardan shu kungacha Suriyadan 3 milliondan ortiq kishi qochib chiqqan.